Gemangiomi yoki nor bolada paydo bo'ladi. Odatda 10% bolada uchraydi. Shundan birinchi, ikkinchi haftadan ko'rinishga boshlaydi va undan keyin o'sadi. Odatda 8-6 oygacha o'sadi. Keyin so'rilish davri bo'ladi. Odatda 4 oy, 2 yoshgacha so'riladi, lekin ko'pincha to'liq so'rilish ko'rinmaydi yoki 6 yoshgacha kuzatilishi mumkin. Ahamiyatga ega bo'lgan joylar bu yuz sohasi, og'zi, burun sohada katta ahamiyatga ega bo'ladi. Negaki bu sohalarda tez o'sishi mumkin va ko'zda bo'lsa, ko'ziga va burun nafas olishga ta'sir qilishi mumkin. Juda katta gemangiomalar yara bo'lib qonashi mumkin va jinsiy joylarda holatda bo'lgan joylarda yanada infeksiya tushib yiringlashi mumkin. O'shaning uchun shu holatda darhol doktorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkitadan ko'p bo'lgan bemorlarda обязательно ultrazvukovой tekshiruv o'tkazish kerak. Negaki jigarda ham bunaqa gemangiom bo'lishi mumkin.